Xitoy doiralari Sharq Turkistonga 19 ko'zitish guruhi o'rlashtirgan bo'lib, Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, shahar va yezlarda xalqni ko'zitishga ishlatilgan. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining ko'zitish xizmati to'g'risidagi bir tutash o'rlashtirishiga asosan 4-navbatlik ko'zitish guruhining o'rlanish xizmati yaqinda tamomlangan bo'lib, 19 ko'zitish guruhi Urumchi, G'o'lja, Tarbag'atay, Altay, Bo'rtala, Qarmay qatorliq 6 viloyat, oblast, shahar va uningga qarashli 41 noya, shahar rayon, 3 taraqqiyot rayonida doimli ko'zatchilik qiladi ekan. Paxtachilik kasbi Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqini majburiy emgak selayotgan asosli kasblarning biri bo'lib, Xitoyning davlat darajalik paxta yeb savdo markazini Sharq Turkistonda qurishi Sharq Turkiston xalqiga qartilgan majburiy emgakning texmi kuchaydiganligidan bishorat bermoqda. Tangirtog' to'rining xabar qilishicha, 18 dekabr Urumchidagi xalqaro yig'in ko'rgazma markazida atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq hukumati ishlab chiqarish qurilish diviziyasi atalmish Junxo mamlakatlik ta'minot savdo hamkorlik bosh kooperativi birlikda ta'sis qilgan davlat darajalik paxta yeb savdo markazining yopiq etish murosimi o'tkazilgan. Yaqindan buyon Amerika bilan savdo va texnika sohasidagi raqobati kuchayayotgan, Xitoyning dushmanni uyquga soladigan va uning o'y fikrini kontrol qiladigan yangi qurolni tadqiq qilayotganligi oshkorlandi. Washington vaqt gazetining xabariga qaraganda, Xitoy xalq ozodlik armiyasi texnik qurollar xizmatini tizlatgan. An'anaviy qurollarni ishlatmasdan urushda g'alaba qila oladigan, qurollar ichida tafakkurni kontrol qiladigan uskunlar bor ekan. Bu biologiyalik qurollar dushmanni uyquga soladigan bo'lib, bu orqali tonish va diqqatini ojizlashtiradi ekan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qirg'iziston Jumhuriyatining davlat simvoli qonuniga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qonunni imzolagan. Buning bilan Qirg'iziston Jumhuriyati bayrog'idagi quyosh nurining shakli do'lqindan tuz holatga o'zgardi. Egilishicha, Xitoyning g'arbiy shimolidagi Gansu o'lkasida yuz bergan 6,2 bal yer tavrashda o'lganlarning soni 148 ga yetgan. Egilishicha, yer tavrash yuz bergan rayonni Tungalla to'plashib o'ltiraqlashgan rayon bo'lib, sovuq havoning qutqizish xizmatlariga ta'sir ko'rsatayotganligi xabar qilingan. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasining talash-tortishdagi 11,88 kilometr bo'lagida kelishim hosil qilingan. Qirg'iziston hukumat axborot organining bayonotida qaraganda, dekabrning 17-23 kunlari Tojikistonning So'g'di rayonining Bo'ston shahrida chegara belgilash komitetlari ko'rishgan. Qirg'iziston bilan Tojikistonning taxminan 790 kilometrlik chegarasining 503 kilometrlik qismi talash-tortishlik bo'lib, xizmat guruhlari ilgari taxminan 240 kilometr chegaradagi talash-tortishlik rayonida birlikka kelgan.